O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, O'zbekiston Respublikasi Avtotransport vazirligiga video murojaat. Farg'ona Toshloq yo'lini Farg'ona Toshloq yo'lini bog'lovchi mana shu asosiy yo'l. U yerdan asosiy yo'l. Mana yerdan Marg'ilonga kirib ketiladi mana yo'ldan. Mana Marg'ilon bog'lovchi yo'l. Mana o Mo'sibiz. Bu yo'l ikki polosali yo'l. Bu tomonda ikki polosa, bu tomonda ikki polosadan. Bu yo'lda avtobus qo'ysa bo'larmikan? Bu avtobusni bu Mo'sibiz talabga javob berarmikan? Yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerakmikan? Mana bu ikki polosali yo'limiz. Bu Mo'sibiz o'zi yaqinda remont bo'lgan. Katta mashinalar yursa, probka bo'lib ketadi bu yo'l. Qatnov qismi. Bu yo'lga avtobus qo'yilsa, avtobus seramni odam tushirgani to'xtaydi. Zinalar bor. Avtobus to'xtaydi, o'z-o'zidan tirbandlik hosil bo'ladi. Tirbandlik hosil bo'lgandan keyin o'z-o'zidan avtoavariya bo'ladi. Yaxshilab o'ylab ko'rishlaringni so'rab qolaman. Bu yo'lga avtobus qo'yish mumkinmikan? O'ylab ko'ringlar yaxshilab. Yaqinda remont qilishgan o'zi mana. Remont qilishganda ham bir 5-6 oy remont qilishdi. Oddiy xalqimiz rosa qiynalgan, cheres yo'llar, aylanma yo'llar sodir bo'ldi. Rosa xalqimiz qiynalgan. Mana shu Toshloq Farg'ona Marg'ilonni bog'lovchi most mana shu yo'l. Bu qo'ysa bo'larmikan avtobusni? Yuqorida o'tirgan Ichki ishlar vazirligi, Avtotransport vazirligi yaxshilab o'ylab ko'rishlarini so'rab qolaman.